Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qarindosh urug'lik rishtalarini bog'lab turgan qarindosh urug' bilan rishtani bog'lagan kishi haqiqiy silay rahm qilguvchi kishi emas. Haqiqiy silay rahm qilguvchi kishi qarindoshlik rishtasini uzib yuborgan, aloqasi uzilgan qarindosh urug' bilan silay rahm qilgan kishi deganlar. Imom Buxoriy rivoyati bilan keladi. U xolis bo'ladi-da. U uzgan bo'lsa ham aloqani siz tiklasangiz, Alloh uchun qilgan bo'lasiz. Agar u siz bilan kelib, ya'ni rishtani bog'lab turgan bo'lsa, uni qilgan yaxshiligi uchun qilgan yaxshilik bo'ladi. Alloh uchun qilingan yaxshilik bilan insonni qilgan yaxshiligi uchun qaytarilgan yaxshilikning o'rtasida katta farq bor. Ana shuni farqlab olishimiz kerak, ajratishimiz kerak, azizlar.